Tracker 2 avtomobiliga 330 talik metan gaz balon stanovka qilib berildi. Gold Avtogaz o'zining sifatli tezkor ishlarini davom ettirmoqda. Ko'rishingiz mumkin, gaz balonlarimiz chotki joylashgan, xudo xolasa, poliklari ham ko'tarilib qolmagan, joyida turibdi. Hech qanaqa muammosi yo'q. 330 talik gaz balon ustanovka qilindi, old qismiga original jihozlari bilan. Qo'yilgan jihozlar bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniyamiz, boshqaruv blogi Stack brendiga tegishli original Stack Easy Fleet blok upravleniyasi ustanovka qilindi, original Polshaniki. Farsumkamiz original Высокоскоростной 01 Polshada ishlab chiqarilgan Stack brendiga tegishli farsumka ustanovka qilindi. Original Adax brendiga tegishli reduktorlari bilan ustanovka qilib berildi. Kimga shunday sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari, bu avtomobilimizga variatorni o'rnatib berdik, pandasini. Xudo xolasa, siltashlar, boshqalar, tortishlar, benzindan zo'r bo'ladi, xudo xolasa, sifatli, ishonchli xizmatlar bo'yicha pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu komplektatsiyani narx kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada pris belgisini qoldiring, biz sizga albatta javob yozib o'tamiz.